Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun navbatdagi videomizni olamiz. Doridan keyingi anaqasi rezultati hozirlar ko'rsatib o'taman. Doridan oldin ko'rgan bo'lsanglar, ancha makka sarg'ayib maydaroq edi. Hozir ancha dori ta'sir qilibdi. Ancha yirik bo'lib qolgan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana makkalar sog'lom. Tak bu bir qarich ikki qarichdan sal kaltaroq. Makkalar sog'lom, rangilari to'qarib, tomirlari baquvvat. Sizlarga tavsiya qilgan narsam, biza koreyskiy dori separdik. Mana bunaqa bachkalari chiqyapti уже. Kattaroq bo'lganda bu bachkalarni ham olib chiqamiz. Ya'ni yonida qo'shimchasi chiqadi mana bunaqa. Shularni olib chiqamiz. Mana ikki qarichliklari ham bor. Ancha o'sgan makkalar. Mana bachkalar chiqarib yuborgan yonidan. Dori yaxshi dori sepsanglar, yaxshi ta'sir qiladi. Rezultat bilinadi sirazi. Mana yomg'irdan oldin sepdik. Mana yomg'irdan keyin ko'p ko'ryapmiz, уже ancha o'zgarish bor. Keyin yana yerdan bergan dorimiz hali ta'sir qilmagan, hali suv qo'ymadik. Yomg'irda unaqa tomiriga yetib bormaydi. U yerdan solgan amofos, sulfat, karbamid aralashmamiz, kaliy, to'rtta dori aralashmasi hali ta'sir qilmagan. Uni xudo xolisa erta-indin suv qo'ysak, keyin ta'sir qiladi. Yana o'zgaradi xudo xolisa makkamiz. O'shanga sizlarga tavsiya qilgan narsam, yaxshi bitta aptekachi topib, aldamaydigan dorini farshipkalari original emaslari ham ko'pda. Original yaxshi dori olishinglarni tavsiya qilardim. Shunda o'zgarish, rezultat bilinadi. Bugun 25-aprel 2026-yil. O'tgan videolarimizni ko'rsangiz, makkalar holatini ko'rsatib o'tganmiz, solishtirsangiz bo'ladi bemalol. Bugun hozir endi kultivatsiya jarayonini boshladik. Bu plyonkaga emas, 70 sotik quruq yerga ekilganimizga hozir uni ham borib ko'rsataman. Yerdagi makkamiz mana hozir kultivatsiyalarini boshlaganmiz. Xudo xolasa bu kultivatsiyadan keyin chopiq qildiramiz buni. Bu plyonka ancha baland ko'rib turibsizlar. Plyonka chopiq qilinmaydi. Buni endi chopiq qilamiz. Bu bir 10 kun, 15 kun orqada, bir kunda ekilgan makka, lekin 10 kun, 15 kun orqada. Buni ham chopiq qilib, ustidan dorilarni berib, tagidan dorilarni berib, qaruvini boshladik buni ham. Endi dorilarni beramiz, chopiq qilib, keyin beramiz dorilarni, ozgina chanqatib. Hali suv qo'yilmagan ikkala makkaga ham. 9-martda ekilgan. 9-mart bo'lsa, 19-da 40 kun bo'lsa, 46 kunlik makka. 46 kun degani bilan ekilgandan keyin 15 kundan keyin chiqqan makkalar. Chunki qor yog'di orada ekkandan keyin. Yomg'irlar yog'di. Yer qizigandan keyin chiqadi makka. Ungacha unib yotadi. Shu 1 oylik makka desa bo'ladi bular. 25 kun, 1 oylik makkalar. Kuzatishda davom etinglar, ma'lumotlarni berib boraman. Makka ekishni boshlamoqchi bo'lgan, uncha bilmaydigan odamlarga bu videolarni qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha